Cobalt avtomobilda yoz boshlanishi bilan ventilyator juda ko'p ishlaydi. Hozir sizlarga men shuni sababini tushuntirib beraman. Cobaltda ventilyator ikki xil положениеda ishlaydi. Bittasi suv gradusida 98 ga chiqqanda qo'shadi. Ikkinchisi freonning davleniyasi 1000 dan oshgandan keyin ventilyatorga komanda beradi. Ventilyatorda kompressorda davleniya kuchaydi, sovutish kerak deb. Bu narsani ko'pchilik kompyuter orqali tuzatadi. Bu kompressorda davleniyasini 1,5 ming shu atrofga ko'tarib qo'yadi. Bu konsollarda ishlashga ta'sir qiladi. Bu mashinada ham shunaqa bo'lgan. Hozir biz buni zavodskiy holatga keltirib berdik. Sababi freon davleniyasi 1000 davleniyadan 1000 kilopaskaldan o'tgandan keyin ventilyator qo'shish kerak va o'shandan tushgandan keyin ventilyator o'zi o'chishi kerak. Issiq havolarda yozgi kunlarda bu narsa kondisioner ishlatmaganda yoki bo'lmasa havo harorati keskin oshganda o'zi bu narsa ozgina ko'tariladi, ventilyator shu sababli ishlab turadi. Bu zarar emas, hech qanaqa kasal yo buzuq emas mashina. Bu tabiiy holat. Kondisionerda qo'shib ishlatib yursa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shu sababli ventilyator ko'p ishlayapti, mashina qizyapti deb xavotirga o'rin yo'q. Bu o'zi tabiiy holat. Agarda temperatura ko'rsatish kerak bo'lsa, olib kelsangiz, tabloga graduslarni ham chiqarib beramiz. Bu videoni Cobalt yuradigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, video foydali bo'ladi. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.